Davom ettiramiz. 63-savol, 64-savolgacha ta'mir ilkom o'rimi tapash pishiyor. Quyidagi o'qib savollarga javob bering. Wang Wei'ni ve kırıl sosonlikka. Hop, Wang Wei bu ism. Wang Wei nima uchun bu matnni yozgan degan savolga biz to'g'ri javob berishimiz kerak. Hop, 64-savolda esa Ukraina yangi vaqtda go'zal ko'rish ushbu matnning mazmuni bilan o'xshashini toping debdi. Biz birinchi bo'lib albatta bu matnni boshdan oxirigacha o'qib tarjima qilamiz va solishtirib ko'ramiz. Ketdi. Pannin saram qabul qilib olgan odam. Ponin saram jo'natgan odam. Chamoq mavzu. Suob ko'rsoq. Ko'rsoq bu dars qoldirish degani yorobon. 교수님, 안녕하세요. Professor, assalomu alaykum. 저는 한국어학과 2학년 왕웨이입니다. Men koreys tili fakulteti yo'nalishida o'quvchi 2-kurs talabasi Wang Wei bo'laman. 저는 중국에서 온 유학생인데 이번 주 금요일에 중국에서 부모님이 오십니다. Men Xitoydan kelgan chet ellik talabaman. Bu hafta juma kuni Xitoydan ota-onalarim kelishadi. 아직 방학이 아니지만 부모님께서 일찍 오셔서 함께 여행을 하려고 합니다. hali ta'til emas, lekin ota-onam erta kelishayotganligi sababli birga sayohat qilmoqchi edim. 그래서 이번 주 금요일에는 학교에 못 갑니다. shu sababli bu hafta juma kuni maktabga bora olmayman. Hajiman 집에서 공부를 열심히 하겠습니다. lekin uyda qattiq o'qishga harakat qilaman. Tushunarli bo'ldi. Endi Wang Wei bu matnni nima uchun yozganini biz ko'rib chiqamiz. Panhak kehigil pakkuryogo. Ta'til rejasini o'zgartirmoqchi bo'lib. Yo'q, bu yerda ta'til haqida gap ketgan, lekin rejani o'zgartirish haqida gap ketmagan. Yoheng ilchongil chui so haryogo. Sayohat jadvalini bekor qilish. Bekor qilmoqchi bo'lib. Yo'q, bu haqida ham gap ketmagan. Ko'rsoq hanan iyuril alyo churyogo. Mana bu javob to'g'ri. Ko'rsoq hada bu nima dedik boya? Dars qoldirish albatta mana. Dars qoldirish sababini, xabarini bermoqchi bo'lib yozgan. Va 4-si chibeso kombuxanin gosir harab hadiryogo. Uyda o'qishga ruxsat olmoqchi bo'lib. Yo'q, u uyda o'qishga ruxsat so'ramayapti. Shunchaki aynan mana shu juma kuni bir kun dars qoldirishga majburman, chunki Xitoydan ota-onam kelishadi va ota-onam bilan sayohatga bormoqchi bo'lganim uchun ham bir kunga ruxsat bering deb ruxsat so'rayapti. Shuning uchun ham 3-javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, yana bitta ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak. Ko'rsoq dars qoldirish bo'lsa, ko'rsoq darsda qatnashmoq. Xo'p, endi davom ettiramiz. 63-savolni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi variantlarini o'qib ko'ramiz. Panhagir heso yohengir kalkomnida. Ta'til bo'lganligi sababli sayohat qilaman. Yo'q, bu haqida gap ketmadi. 중국에 있는 대학교에 다닙니다. Xitoydagi universitetda o'qiyman. Yo'q, u Xitoyda emas, balki Koreyada o'qiydi. Xitoydan kelgan, xitoyligida. 이 사람은 한국어학과 학생입니다. Mana shu javob to'g'ri. Ya'ni u koreys tili yo'nalishida o'qirkan. Mana bu yerda yozilgan. Ya'ni boshida yozgan mana. 한국어학과 2학년 deb yozilgan. Ya'ni koreys tili fakulteti 2-kurs talabasi Wang Wei edi. Shuning uchun 3-variant to'g'ri. Tak, 4-sida 지난주 금요일에 여행을 갔습니다. O'tgan hafta juma kuni sayohatga bordim. Yo'q, bu haqida gap ketmadi. Shuning uchun 3-javob to'g'ri bo'lar ekan.